bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Ba'zilar dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Men quloq seling. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Men raqibimni cho'qim mag'lub qilaman. Mening lug'atimda mag'lub bo'lish degan so'z yo'q. Men boshqalar mumkin emas degan ishlarni qilishga jur'at qila olmayman. Men komandamning obro'yini, shon-sharafini va izzat hurmatini jon tikib qo'g'dayman. Men ideyamni taraqqiy qildirdim. Badanimni ideyam bilan tang taraqqiy qildi. Men kim? Men raqibimning yangi o'lishimni o'ylamaydiganligini e'tirof qilaman. Lekin men hargiz raqibimga bosh egmayman. Mening lug'atimda qo'rqinchoqlik degan so'z mavjud emas. Qandoqlikka badal to'dishimdan qat'iy nazar, cho'qim musobaqining oxirgi qalbisini qo'lga keltiraman. Komandamdagilarning mendan umid kutayotganligini his qilib turyapman. Bu meni har vaqt teximni tirishishga va raqibimdan tez yugurishga undaydi. Men hargiz o'z komandamdagilarni umidsizlantirmayman. Men har vaqt sagakalla, sog'lom badan va esil axloq fazilatini o'zimga amro qilib, texim ko'p vazifani o'z ustimga olaman. Mayli ularni o'rinlashga kuchim yetsin yoki yetmasin, men cho'qim 100%, hatto uningdan ortiq tirishchilik ko'rsataman. Men kim? Men baturluq bilan butkul dunyoga shuni to'ntib qo'yamanki, men degan bir xillangan, atrofliq mashqlantirilgan, yuqori safolik jangchi. Futqolimning mag'dur ketgan chaqda qalbim va ruhim muvaffaqiyat o'tini tutashtiradigan eng yaxshi yiqilg'u. Men hargiz bo'shashmayman, o'z orzu e'tiqodimdan hargiz voz kechmayman. Ozroqli umid bo'lsa, yuragim so'qishini to'xtab qolmasa, men hargiz qo'rqinchoqlashib bosh egmayman. Men hayotim oxirlash uchun kurash qilaman. Men kim? Men baturluq bilan raqiblarimga yuzlanaman. Ularning hech qaysisi menga jang e'lon qilishga va meni nishonimga qarab ilgirlashdan to'siq ketolmaydi. Men o'zim olgan tarbiya va barliq kuch-quvvatim bilan shuni isbotlab beramanki, chempionning lug'atida taslim bo'lish degan so'z bo'lmaydi. Men mangu yiqilib tushgan har qanday bir sabdishimni tashlab ketmayman. Ham yana har qanday ahvol ostida raqibimga taslim bo'lmayman. Men kim? O'z vazifamni ado qilish uchun kerakli bo'lgan intizomlarga rioya qilishga va texniklarni egallashga har vaqt tayyor turaman. Men yiqilib tushgan hamon darhol o'rnimdan turib ketaman. Raqibimning yuragini sug'urib olib, uning tek so'qishdan to'xtamagan yuragini yerga tashlayman. Chunki shunday bo'lganda u meni hargiz to'sib qola olmaydi. Men kim? Balkim raqibim mendan qo'rqmasligi mumkin, lekin u cho'qim meni hurmat qilish kerak. Agar u meni hurmat qilmasa, men amonlik boricha uningga o'zimni hurmat qildiraman. Men kim? Bu bizning davrimiz. Ata emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zida biz barliq tirikchiligimiz bilan shon-sharafimizni qo'g'dishimiz kerak. Men kim? Mening ismim cho'qim tarix betiga yozildi. Hech kim meni bir nima deyamaydi. Hech kim mendan sen kim, nima qiladigan odam deb so'rayolmaydi. Men kim? Men kim? Men kim? Men kim? Men kim? Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib o'tmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.